Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Kunda bir kitob sahifamizning bugungi tunishtirmoqchi bo'lgan kitobi bo'lsa, atoqliq hadis olimi Imom Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Nishapuriyning eng ishonchli deb nom olgan ikki hadislar to'plami Sahihaynning ikkinchisi deb nom olgan mashhur asri Sahihul Muslim. Imom Muslim Hijriya 206-yildan 261-yilgacha, milodiya 821-yildan 875-yilgacha yashagan bo'lib, Imom Muslim degan nomi bilan mashhurdir. Imom Muslim bu mashhur asrini 15 yilda, ya'ni Hijriya 235-yildan 250-yilgacha, milodiya 849-yildan 864-yilgacha yozgan. Bu kitobiga hadis ilmida intayin qimmatli bir muqaddim yozgan. Hadislarni tekshirish, raviylarning ahvolini egallash va rivoyatlarni selishtirishda alohida kuch chiqargan va bu hadis to'plamini 300 ming hadisdan suzib olgan. Ondan faqat sahih hadisni bayon qilgan va uningga sahoba va tabiinlardan kelgan bayonlarni aralashtirmagan. Bir mazmunga aloqador hadislarni bir yerga jamlagan. Bu jihatdan alohidaligi ko'p. Muhaddislarning nazarida Imom Muslim kitobidagi hadislarni raviylarning asli tutish qobiliyatiga binoan ikki qismga bo'lgan. Biri asosli hadislardir. Eng pishqan raviylar rivoyat qilgan hadislar. Ikkinchisi mutabaat, o'rta darajalik raviylar rivoyat qilgan hadislar. Boshqa sahobadan o'xshash mazmunda rivoyat qilingan hadislar bo'lib, bu turli hadislarda birinchi turdagidek qattiq o'lchamlar shart qilinmaydi. Onundaki sanatlik hadislarning soni takrorlarni hisoblamaganda 3333. 4000 deganlarmi bor. Takrorlar bilan jami 7275 yoki 8000 yoki 12000 deganlarmi bor. Jami 54 bo'lim. 3450 bob. Bablar Imom Navaviy tarafidan qo'yilgan. Hurmatli qarindoshlar, kitobni qurbitimizning yetishicha qisqa ham ixcham tunishtirib qilishyapmiz. Agar sizlarning texmi yaxshi fikr takliflaringiz bo'lsa, inkas bo'limiga qoldirishingizni so'raymiz. Kitobning qolgan tafsiliy mazmunidan xabardor bo'lishni xohlagan qarindoshlarimizning bu kitobni o'qib chiqishini va yaxshi foydalanishini tavsiya qilaman. Rahmat. Allohga omonat.